Xitay Komünist Partiyasının Şərq Türkistanda Uyğurlarga ziyankeşlik qilganligini oshkorlagan Germaniya olimi Adrian Zenis 22 sentabr kuni Xitoyning Tibetliklarga oid eng yangi tekshirish sonliq ma'lumot dokumentini e'lon qilib, Tibetlarning Şərq Türkiston Uyg'urlariga o'xshash ziyankeşlik uchraydiganligini oshkorladi. Dokumentda Xitoy Komünist Partiyasi Tibet dehqonlari va chorvachilarni keng ko'lamda qattiq boshqarilgan harbiy tuzumda mashq markaziga avatib, ularni arzon emgak kuch qilib tarbiyalaganligini, 2020 yılının oldingi 7 oyida Xitoy atalmış namrotliqtin qutulduruş va Tibetga yordam berish nomida 500 mingdan ortiq yezi emgak kuchini qabul qilgan bo'lib, shu yerdagi aholilar nopasining taxminan 15%ni egallaydiganligini. Bu emgak kuchlarini yetkazish programmasi 2005 yilda boshlanib, ayni vaqtda Tibet avtonom rayon Lasadagi dehqon chorvachilar uchun kichik ko'lamdagi yezi eshinchi emgak kuchlarini tarbiyalash va ishga o'rlashtirish programmasi tuzganligi. 15-5 yillik planda bu xil tarbiyalash va emgak kuchlarini yetkazish turlarining Tibet avtonom rayonining har qaysi joylarda keng ko'lamlik elib berildiganligi belgilanganligi. Bundaq rezil tuzumning hozirgacha davomlashib kelayotganligini bayon qilgan. Adrian Zenis dokladda yana Tibet avtonom rayonlik hukumat bu yil avgust oyida e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda 2020 yilning oldingi 7 oyida 540 mingdan ortiq yezi emgak kuchi bu programmaga qatnashtirilib, iyul oyiga kelganda yillik nishon planining 90,15% o'rindalganligini. Buning ichida 49900 kishi Tibet avtonom rayonining boshqa joylariga, 3000dan ortiq Tibetlikni Xitoyning boshqa o'lkalariga yo'tkaganligini eskartgan. Xitoy hukumatining Tibetlarning kundalik hayotiga bu qadar arilish qilmishi, Amerika fuqarosi sifatida soqchi bo'lib ishlayotgan Baymadoji Amwang ismli Tibetning Xitoy hukumati uchun josuslik qilish sababidan 21 sentabr kuni Nyu-York shahrida qo'lga olinish haqidagi xabarlar bilan birlikda zo'r diqqat qo'zg'amoqda.